Assalomu alaykum. Ma'lumki, kecha davlatimiz rahbari Qozog'iston Respublikasi prezidentining taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. O'zbekiston yetakchisi Turkiston shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitdagi nutqida bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Tashkilot doirasida amaliy hamkorlikni kengaytirishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Ta'kidlash lozim, Turkiy davlatlar tashkiloti nafaqat turkiy xalqlarni yaqinlashtiruvchi madaniy-gumanitar maydon, balki iqtisodiyot, transport, energetika, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar sohasida yirik hamkorlik platformasiga aylanib bormoqda. Muloqotimiz ushbu dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Studiyaga Senat huzuridagi Yoshlar parlamenti raisi o'rinbosari Ibrohimjon Jo'raboyev hamda siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, siyosiy tahlilchi Asror Sattorovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti mintaqaviy tuzilmadan nufuzli xalqaro hamkorlik platformasiga aylanib bormoqda. Bugun ushbu tashkilotning geosiyosiy va geoiqtisodiy ahamiyatini qanday baholash mumkin? Albatta, Turkiy davlatlar tashkiloti bevosita O'zbekiston a'zo bo'lgandan keyin o'ziga xos bir infratuzilmasi shakllanib, undagi bevosita jarayonlar yana ham jadallashdi. Bu tashkilot aslida 2008-yil o'sha Naxchivan shartnomasi asosida Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston ishtirokida tashkil qilingan. Va O'zbekiston buni demak faoliyatida oldinroq bu demak Turkiy davlatlar kengashi deb ataldi. 2018-yildan mamlakatimiz mana shu kengashga a'zo bo'lib, 2019-yilda bevosita to'laqonli a'zo sifatida ishtirok etdi va 2021-yil Istanbulda bo'lgan navbatdagi Turkiy kengashi yig'ilishida bunga bevosita tashkilot maqomi berildi. Bugungi kunda dunyoda o'ziga xos demak Turkiy mamlakatlarida Turkiy dunyoni demak birlashtirgan, qolaversa turli yo'nalishlarda hamkorlik yana ham kuchayib borayotgan, dunyoda o'z so'ziga ega bo'lib borayotgan tashkilotga aylanib bormoqda. So'nggi yillardagi sammitlarda, so'nggi yillarda demak ushbu tashkilot doirasida ilgari surilgan tashabbuslarni jahon miqyosida, ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'ziga xos mana shu preventiv diplomatiya yo'nalishidagi sohasini qo'llab-quvvatlashdagi jarayonlar Turkiy davlatlar tashkiloti tomonidan ilgari surilgan g'oyalarga asoslanayotganini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham bugun geosiyosiy maydonda Turkiy dunyo davlatlari bunda bevosita Yevropani Vengriya davlati kuzatuvchi maqomiga ega. Qolaversa Osiyo mintaqasining ko'plab mamlakatlari a'zo bo'lib, o'ziga xos so'ziga ega bo'lgan demak tashkilotga aylanib ulgurdi desak bo'ladi va kecha bo'lib o'tgan sammitda ham buni bir yaqqol isbotini ko'rdik. Endi mana Turkiy davlatlar tashkiloti davlatlarning umumiy iqtisodiy salohiyati 2,4 trillion dollardan oshgani bu nimadan dalolat? Albatta, endi o'sha xalqaro miqyosda demak e'tirof etilgan bu tashkilotda iqtisodiy salohiyat ham oshib bormoqda. Dastlabki yillarda bu o'zaro davlatlar o'rtasida hamkorlik yoki iqtisodiy hamjamiyat sal kamroq bo'lsa-da, lekin oxirgi 5-6 yilda nihoyatda demak o'sha o'zaro hamkorlik, o'zaro mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti o'sishiga hissa qo'shdi va bugungi kunga kelib 2025-yil 12 oy mobaynidagi hisob-kitobga ko'ra uning demak bevosita o'sha o'sish iqtisodiyoti demak 2 trilliondan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bularda barchasi mamlakatlarda har tomonlama iqtisodiy salohiyati o'sayotganligi, ayniqsa mana Turkiya, u bilan birgalikda Ozarbayjon, O'zbekiston, Qozog'iston ham demak xalqaro miqyosda hamjamiyat doirasida iqtisodiy salohiyati o'sayotganligi va bu mamlakatlarda aholi jon boshiga daromad ham o'sib borayotganligidan dalolat beradi. Tashkilotning xalqaro darajadagi maydondagi ya'ni ta'siri qay darajada ortib bormoqda? Shu yerda qo'shimcha qilsam, ruxsat bersangiz, albatta har qanday siyosiy institut yoki siyosiy aktorni kuchi, ta'siri, salohiyati uni tashkil qiluvchi aktorlar bilan o'lchanadi-da. Ya'niki biz nimaga NATO harbiy alyansini yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir nufuzli, qudratli institut sifatida ko'ramiz, chunki uni tashkil qiluvchi davlatlar shu yo'nalishda juda katta salohiyatga ega va Turkiy davlatlar tashkilotini agar shu ro'sinda tahlil qilsak, ko'rsak bo'ladiki, ushbu tashkilotga a'zo barcha davlatlar dunyoning eng qudratli, eng kamida 50 talik harbiy kuchlariga kirishadi, birinchi tarafdan. Ikkinchisi, siz yuqorida aytgan iqtisodiy yutuqlar, ya'niki so'nggi yillarda
eshitdikki, shu umumiy iqtisodiy salohiyat 2,4 trilliondan oshdi. Bundan tashqari bilamizki, ushbu tashkilotga a'zo Turkiya NATO nuqtai nazaridan, Yevropaning xavfsizligi nuqtai nazaridan, geosiyosiy muhimlik nuqtai nazaridan juda ta'sirli davlat. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston so'nggi yillarda o'sha siyosiy jozibadorligi, iqtisodiy jozibadorligi tufayli uzoq muddat bir Yevropa yoki Sharqiy Osiyo davlatlarining nigohidan chetda qolgan bo'lsa, hozir o'sha davlatlarning vakillari, rahbarlari juda serqatnov bo'lib qolgan va buning sababi o'sha xavfsizlik masalasi, mintaqaning resurslarga boyligi. Ya'niki ko'ryapmizki, Turkiy davlatlarini geosiyosiy ta'siri, ularning dolzarbligi, ular bilan hisoblashish kerakligini tushunchasi dunyoda paydo bo'lyapti va buni o'sha xulosa qilib aytganda sababi uni tashkil qiluvchi davlatlarni muhimligi, ularning imkoniyatlari va ta'siri proporsional ravishda oshgani bilan bog'liq. Davlatimiz rahbari o'z nutqida qanday tashabbuslarni ilgari surdi, Asror aka? Albatta, yirik 5 ta tashabbusni mana matbuotdagi umuman nutqlarida biz ko'rishimiz mumkin. Eng muhimi ushbu tashkilot doirasida birinchi marta mana Qozog'iston Turkiston shahrida bu norasmiy uchrashuv hisoblanadi. Albatta, Qozog'iston Respublikasi prezidentining salohiyati va irodasi asosida tashkil qilinyapti va ushbu sammitda ham mazmun mohiyati demak sun'iy intellekt va raqamli texnologiyaga qaratilgan. Mamlakatimiz prezidenti birinchi tashabbuslarida bevosita ilgari surdilarki, Turkiy dunyo doirasida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni keng rivojlantirish va bu borada mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni yana ham jadallashtirish borasida tashabbus ilgari surdilar. Shu bilan birgalikda bevosita raqamli Turkiy koridor konsepsiyasini ilgari surganliklarni ko'rishimiz mumkin. Bu konsepsiya nima beradi? Tashkilotga a'zo mamlakatlar bevosita bir-birini qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatlarda ilgari surayotgan loyihalarni birgalikda amalga oshirishga hissa bo'ladi. Va shu bilan birgalikda mana shu birinchi tashabbusning o'zi haligi yuqorida aytib o'tdik, 2,4 trillion dollarga baholangan salohiyat keyingi yillarda mana shu konsepsiyani birgalikda amalga oshirish orqali yana ham salohiyat balki 3 trillion undan ham oshiqqa oshishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda mamlakatimiz rahbari Turkiy dunyo olamida ilm, fan, bevosita yoshlar masalasida hamkorlikni chuqurlashtirishni ilgari surdilar. Shu bilan aytish mumkinki, bu mamlakatlar, Turkiy dunyo olamidagi mamlakatlar hozirgi kunda yoshlar salohiyati yuqori bo'lgan. Xususan mamlakatimizda 60% dan oshiq aholisi yoshlar tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda qolgan davlatlarda ham bu yoshlar salohiyati juda ko'pligini, ilm, fan sohasida mana tashabbuslari shundan aytildiki, ma'ruzada Turkiy dunyoni madaniy sohasini taraqqiy etishga hissa qo'shayotgan tashkilot, ya'ni ichidagi tuzilma Turksoy hisoblanadi. Turksoyda bevosita demak mamlakatimizda yil boshida ochilgan butun dunyo uchun hozirgi kunda qaysidir ma'noda islom madaniyatini taraqqiy etayotgan Islom sivilizatsiya markazi tarkibida Turksoyda o'ziga xos bir filiali ochildi. Bu ham bir muhim tashabbus. Bu ikki tashabbusni biz bevosita Turkiy davlatlar hamkorligini yana ham jipslashtirishga, yuqorida aytilganidek iqtisodiy salohiyatni yana ham kuchaytirishga xizmat qiladi. Endi bu loyiha mana shu tashkilotga a'zo davlatlar iqtisodiyotiga qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Albatta, mamlakatimiz rahbari ilgari surgan tashabbuslarda o'sha raqamli texnologiyalar konsepsiyasi bo'ladimi yoki hozir mana tashabbuslar orasida bevosita bu yerda yoshlarni o'qitish masalasi, yoshlarni mana sun'iy intellektga o'qitish masalasi ta'kidlanyapti. Yuqorida aytib o'tganimdek, albatta haligi 2,4 trillion dollarlik salohiyatni asosiy ko'taruvchi vosita. Chunki dunyo mamlakatlarida iqtisodiyotni bugungi kunda driver sohasiga IT sohasi hamda sun'iy intellekt sohasi aylandi va dunyo mamlakatlari qaysi sohada ilg'or bo'lsa, shu sohada ilg'or bo'lsa, qaysidir mamlakat unga murojaat qilmoqda va mana sun'iy intellekt ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, haligi yuqori 2,4 trillion dollar orasida IT dan keladigan daromad hozircha afsuski sal pastroq ekan. 160-210 milliard orasida bu davlatlarda salohiyatda ko'rinyapti va mamlakatimiz tashabbus qilgan, prezidentimiz tashabbus qilgan g'oyalar albatta Turkiyani ham, Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham va boshqa a'zo mamlakatlarni ham iqtisodiy salohiyatiga ta'sir qiladi va keyingi yillardagi sammitda albatta buni amaliy ifodasini ko'rishimiz mumkin. Endi mana data markazlar va yuqori tezlikdagi aloqa tarmoqlari mintaqada raqamli integratsiyani qay darajada tezlashtirishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Ruxsat bersangiz, yuqoridagi savolga kichik qo'shimcham bor edi. Ya'ni ushbu qaror va kun tartibini mazmuni va mantig'ini tushunish nuqtai nazaridan o'zimning subyektiv fikrim,
Misol uchun, agar siz 21-asr bo'sag'asida dunyoni iqtisodiy kuchlariga e'tibor bersangiz, birinchi 10talikdagi eng badavlat, ta'sirchan ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, ularni asosi bu energiya resurslar yoki qandaydir bir moddiy ko'rinishdagi mahsulot yetkazib beruvchi kompaniyalar edi. Agar hozir o'sha birjada eng yuqori baholanuvchi kompaniyalarga e'tibor bersangiz, ularning barchasi texnologiyalar bilan, nomoddiy ma'lumot almashinuvi yoki shunaqa informatsion texnologiyalar bilan bog'liq tashkilotlar. Va bu ma'lumot bizga nima beradi desangiz, aytardimki, O'zbekiston va uni qo'shnilari, shu tashkilotga a'zo davlatlar geografik nuqtai nazardan cheklovlarga ega. Ya'niki O'zbekiston iqtisodiy qanchalik rivojlanmasin, agar mana Yaqin Sharqdagi kabi, Yevropa yoki boshqa mintaqalardagi kabi kutilmagan harbiy mojarolar, to'siqlar paydo bo'lsa, bizni iqtisodiy salohiyatimiz va imkoniyatlarimiz bizga bog'liq bo'lmagan holatda cheklanadi. Va informatsion texnologiyalar, sun'iy intellektni bir tomondan dunyo tomonidan talab oshishi, unga to'lash qobiliyati va xohishi oshishi, ikkinchi tomondan bizda o'sha 5 million sun'iy intellekt yetakchilari, 1 million dasturchilar tayyorlanib, parvarishlab borilishi, bu menimcha shu dunyoni strategik shu bozor kelajagiga tayyorgarligi O'zbekistonni va uni hamkorlarini. Ya'niki bizga nima deydi, katta vaqt va kuch sarflab moddiy mahsulotlar yetkazib va qo'shni mintaqalardagi xavfsizlik masalalarini hisob-kitob qilgandan ko'ra, davlat rahbarini va uni hamkasblarini dunyoqarash menimcha biz shu inson resurslariga, ya'niki xalqlarimizni qobiliyatiga, bilimiga tayanib moddiy boylik yaratish mantig'i turibdi. Shu o'rinda yana bitta, nega aynan ushbu mavzu Turkiy Davlatlar Tashkiloti kun tartibida muhim o'ringa chiqmoqda? Yana subyektiv fikrim, menimcha o'sha orientalizm, ya'ni Sharq davlatlarini bir muddat bir qoloqlikda yoki o'sha dunyoning umumiy rivojlanishidan ortda qolayotgan bir davlatlar sifatida dunyo hamjamiyatida bir nigoh fikr bo'ldi va menimcha bu endi asosiy sabab sifatida emas, shu muhim sabablardan biri mintaqani va umuman shu tashkilotga a'zo bo'lgan turkiy dunyoni qaysidir ma'noda zamon bilan hamnafasligini, bu davlatlar o'zini ichki salohiyatini ochib bera olayotgani, ya'niki o'sha biz odatda texnologik rivojlangan davlat deganda stereotip nuqtai nazaridan o'sha g'arb davlatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'ramiz va balkim bu qaysidir ma'noda bizni davlatlarimizni shu rivojlanish nuqtai nazaridan konservativ emasligini, balki yangiliklarga, hamjamiyatni rivojlanishga ochiqligini bir dunyoga signalidir balki. Mana prezidentimiz o'z nutqida Turkiy Davlatlar Tashkiloti dunyo integratsiyasini uzoq muddatli strategik masala deb ta'kidladi. Bugun Turkiy Davlatlar Tashkiloti mamlakatlari o'rtasidagi o'sha integratsiya jarayonlari qay darajada? Albatta, bu bizga bevosita Turkiy dunyo bo'lgan bilan buni asosiy 80% demak a'zolari Markaziy Osiyo mamlakatlari, davlatlari hisoblanadi. Shu bilan birgalikda demak uzoq demak o'sha Osiyoni bir demak Yevropaga tutash qismida joylashgan Turkiya va bevosita Yevropani yana bir iqtisodiy demak salohiyati yuqori bo'lgan G20 tarkibiga kiradigan Vengriya davlati. Bu davlatlar bevosita til borasida, ya'ni turkiylik bir qavmga, bir aytaylik, millatga borib taqalish nuqtai nazaridan bir-biri bilan hamkorlikni so'nggi yillarda kuchaytirdi. Albatta, bu borada mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevni mana shu tashkilotni qator yig'ilishlarda qilgan tashabbuslari ham bunga asosan integratsiyaga asos bo'ldi. Va integratsiya nima beradi? O'zaro hamkorlikda mana yuqorida mana mutaxassis aytib o'tdilar, NATOning eng qudratli bir harbiy salohiyatiga ega bo'lgan, qolaversa yalpi ichki mahsuloti 1,5 trillion dollardan oshiq bo'lgan Turkiya mamlakati bilan ham Markaziy Osiyodagi qolaversa mana shu tashkilotga a'zo davlatlar integratsiyasini kuchaytiradi. Va yana bir soha yo'nalish mamlakatimiz rahbari uchinchi muhim tashabbusni ilgari surgan edilar. Albatta unga ham to'xtalamiz. O'sha temir yo'l tizimida o'ziga xos bir aytaylik transport logistika tizimini rivojlantirish va mamlakatlar fuqarolari bemalol Kavkaz mamlakatiga, Ozarbayjonga yoki Markaziy Osiyo biror davlatiga yoki qolaversa Turkiya davlatiga tashrif qilib va viza tizimida yengilliklar yaratishi, bularning barchasi integratsiyaga asos bo'lmoqda va har bir mamlakat bu imkoniyatdan unumli foydalanib, iqtisodiy tomonlama o'zining salohiyatini ko'rsatmoqda. Demak, ushbu integratsiya yangi bosqichga chiqmoqda desak, to'g'ri bo'ladi. Geosiyosiy barqarorlik sharoitida Turkiy Davlatlar Tashkilotining ahamiyati
haqida ham aytib o'tsangiz. Albatta, mamlakatimiz prezidenti mana shu nutqlarida boshida ta'kidlab o'tdilarki, dunyoda ishonch muhiti kamayayotgan, geosiyosiy raqobat kuchayayotgan mintaqalarda mamlakatlar aro demak harbiy harakatlar davom etayotgan bir vaziyatda bo'layotganligi bu yig'ilishimiz va aynan mana shu turkiy mamlakatlar o'zaro mana shu jarayonda yana ham jipslashishi bu geosiyosiy muhitdagi o'ziga xos tomonlarni belgilashi. Qolaversa, dunyo hozirgi kunda ochiq aytish kerak, qutblarga bo'linayotgan bir vaziyatda turkiy mamlakatlarda mana shu sohada yig'ilishda bevosita qatnashishi, mamlakat rahbarlarini shaxsan o'zi ishtirok etib, o'ziga xos tashabbuslar bilan ilgari surishi mana shunday geosiyosiy vaziyatda mintaqani va qolaversa bizni davlatimizda ham xavfsizlik barqarorligiga, qolaversa a'zo tashkilotlarda hamkorligiga, xavfsizlik barqarorligiga xizmat qilib qoladi. Bu albatta mana shu vaziyatda bu mamlakatlar bir fikrli, hamfikrli bo'lib hamkorlik qilishi dunyodagi bo'layotgan demak raqobat, dunyodagi bo'layotgan geosiyosiy jarayonlarga o'ziga xos bir javobi hisoblanadi. Ibrohim aka, mana yosh liderlar forumi o'tkazildi va xalqaro festivallar bo'lib o'tdi. Bundan o'zingiz ham xabardorsiz. Mana shu forumlar xalqlar, ya'ni turkiy xalqlar yoshlarini qay darajada birlashtiradi, ularni yaqinlashtiradi? Bu borada qanday fikr bildirasiz? Oldingi savolingiz bilan bog'lashga harakat qilaman. Misol uchun har qanday xalqaro tashkilot yoki siyosiy institutni o'zini paydo bo'lishini tabiiy sabablari bor. Misol uchun shu yuqorida aytgan bir necha tashkilotlarimizni mantig'i qaysidir mintaqaning xavfsizligini ta'minlash yoki savdoni soddalashtirish va hokazo. Va ikkinchi tomondan har bir davlat o'zini tashqi siyosiy ifodalashda turli xil vositalardan foydalanadi. Mana ko'ryapmiz, ba'zi bir qudratli davlatlar o'zini siyosiy ambitsiyalari, manfaatlarini himoya qilish uchun urush instrumentlaridan, ya'ni qo'polroq yondashuvdan foydalanishyapti va Turkiy davlatlar tashkilotining bir ijobiy, yaxshi jihatlaridan biri unga a'zo barcha davlatlar o'zini tashqi siyosiy ifodalashda tinchlik instrumentlaridan foydalanishadi. Kun tartibiga harbiy masalalarni imkon qadar ko'tarmaslikka harakat qilishadi. Ya'niki tashqi siyosiy kun tartibida hamkorlik iqtisodiyotga va madaniyatga, ya'niki umumiy bog'liqlikka bo'lgan fokus bor. Va tabiiy ravishda shu yana bir ijobiy tarafi, boshqa bir tashkilotlar bilan taqqoslagan holatda bu siyosiy elitani irodasi emas. Ya'niki bu yerda xalqlarni va jamiyatlarni ham xohishlari va ularni nima deydi, irodalari ifodalanyapti. Ya'niki turkiy davlatlarni birlashishi, ularning o'zaro hamkorligini faqatgina davlat rahbarlari va mulozimlar emas, balki jamiyatlar ham xohlashadi va ushbu jarayonda albatta O'zbekistonda aholisining eng katta qismini juda ko'p aytamiz, yoshlar tashkil qiladi deymiz va tabiiy ravishda biz agar shu tashkilotni va umuman shu doim muhokama qilayotgan narsalarimizni quruq gap bo'lib qolmasdan amalga oshishni xohlasak, shu xalq diplomatiyasi deymiz, yoshlar diplomatiyasi, ularni muloqotini, ularni hamfikrligini ta'minlab berishimiz kerak va ushbu forumlar, almashinuvlar, oliy o'quv yurtlari bitimlari, bularning barchasi xalqlar bir muddat uzilib qolgan xalqlarning muloqotini tiklashga xizmat qiladi deb o'ylayman. Mana kechagi prezidentimizning tashriflaridan so'ng o'zimiz ham guvoh bo'ldik, ya'ni Qozog'istonda, o'sha Turkiston shahrida jome masjid barpo etildi. Ana shu masjidning keling nufuzi va buning ahamiyati haqida gaplashsak. Albatta, shu masjid bevosita O'zbekiston tashabbusi bilan tashkil qilingani, qolaversa Qozog'iston rahbarini ushbu masjid ochilish marosimida o'ziga xos taklif berdilar. Bu masjidning nomini demak Miromon bobo nomi bilan atasak deb o'ziga xos bir do'stlik, hamkorlik bevosita mana o'sha mamlakat tomonidan bizni davlatimizga qaysidir ma'noda bir yirik bir sovg'a sifatida biz baholash mumkin. Albatta, ikki mamlakat har sohada hamkorlikni kuchaytirgan, madaniy sohada, gumanitar sohada, mana diniy hamkorlik sohada bir necha marotaba Markaziy Osiyo davlatlari muftiylari yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Bu sohada ham hamfikr amalga oshirish. Qolaversa, mana mintaqadagi har bir Markaziy Osiyo mamlakatida qaysidir mamlakat tashabbusi bilan tashkil qilingan maktab deymizmi, shifoxona deymizmi, mana masjid deymizmi tashkil qilinyapti. Bular mintaqadagi albatta turkiy mamlakatlar, qolaversa qo'shni mamlakatlar bilan O'zbekistonni yana ham integratsiya kuchaytirish, xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalarini kuchaytirish va prezidentimiz qator ma'ruzada aytib o'tdilar. Hozirgi kunda Turkistonda
o'sha maqbarasi joylashgan, Turkistonda yashab o'tgan mashhur, demak, Markaziy Osiyolik tasavvuf allomasi Ahmad Yassaviy haqida ta'kidlab o'tdilar. Ularda ibratli so'zlar aytdilar. Bularning hammasi Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi yakdillik, o'zaro tili, dini, millati yaqin bo'lgan, bevosita, demak, suvi umuman olganda ob-havosi bir-biriga yaqin bo'lgan mamlakatlarda yana ham jipslashishga xizmat qiladi va bu ochilgan masjid uzoq yillar O'zbek va Qozog'iston xalqini, demak, musulmonlarga katta xizmatlar amalga oshiradi. Qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Bor. So'nggi yillarda ko'ryapmiz, O'zbekistonda mana juda ham chiroyli islom sivilizatsiyasi markazi qurildi va umuman dinga, e'tiqodga e'tibor kuchayapti va menda bir o'zimda savol bo'lardi, buni mantig'i nimada, qayerga qarab ketilyapti deganda men bir fikrga keldimki, geosiyosiy nuqtai nazardan agar e'tibor bersak, islomni markazi sifatida o'zini siyosiy nuqtai nazardan taklif qiluvchi davlatlar bor. Ular Yaqin Sharqda, Turkiya ham o'zining bir siyosiy dasturi bor bu masalada va O'zbekistonga nigoh solsak, O'zbekiston so'nggi yillarda o'sha dinimiz tanqid qilingan fonda islomni ilm markazi, rivojlanish bir paradigmasi sifatida dunyoga taklif qilyapti-da. Ya'ni agar ba'zi bir davlatlar islomni bir siyosiylashtirayotgan holatda, O'zbekiston uni ilmiy tarafdan, ya'ni islomni ilmiy markazi sifatida o'zini dunyoga namoyon qilyapti va bu shu yana bir misollardan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. E'tirofi dunyoni bu harakatlarga. Ana endi bunday tashabbuslar, bunday ulkan loyihalar umumiy turkiy maydon, ya'ni umumiy turkiy makon shakllanishida qanday rol o'ynaydi? Albatta, umumiy turkiy makon bu endi mana xalqaro nufuzli tashkilot sifatida dunyo e'tirofini ilgari surmoqda. O'zaro a'zo mamlakatlar o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik aloqalari rivojlantirilyapti. Yana bir tashabbusni aytaman, bu ham o'sha integratsiyaga yana ham kuchayishga va dunyoda o'z so'zini aytishga yana ham asos bo'ladi. Mana shu temir yo'l tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha E-permit loyihasini ilgari suramiz deb aytib o'tdilar muhtaram prezidentimiz va Turkiy dunyo mamlakatlari buni bevosita qo'llab-quvvatladi. Bu nima degani? Ya'ni mamlakatlar o'rtasida yuk tashishdagi elektron, aytaylik, ruxsatnoma olish tizimiga mos keladi va shu bilan birgalikda bu loyihani dedilar mamlakatimiz rahbari istiqbolda bunyod qilinayotgan, demak, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li tizimida ham yo'lga qo'yamiz degan tashabbus ilgari surdi va ko'rib turibmizki, mana shu turkiy dunyo mamlakatlar rahbarlari va a'zolari tomonidan bu keng qo'llab-quvvatlanyapti mamlakatimiz rahbari tashabbusi. Qolaversa, jahonda mana shu tizim orqali integratsiyalashuv yana ham kuchayib, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni, o'zaro tovar aylashni va eng asosiy muhim ahamiyat kasb etadigan holat iqtisodiy barqarorlikni yana ham rivojlanib, dunyoda qolgan bir iqtisodiy gigantlarga o'ziga xos bir raqobat qila oladigan, raqobat bardosh bo'la oladigan mintaqani shakllantiryapti. Asror aka, Ibrohim aka, studiyamizga tashrifingiz, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur aytaman. Qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.